SN Investda ish qaynoq. Mana bugun lovchilar kuni ekan. Ko'z tegmasin, barakasini bersin. Barchamizga yangi texnikalar xarid qilish nasib qilsin. Mana bu Isuzu Samarqand viloyati Urgut tumaniga Lowell Touristor kabinali traktorni olib ketmoqda. Mana Touristor mijozlar. Mana Lowell 1204 ham yo'lga chiqdi. Xabaringiz bor. Narxi skidkada turibdi. 400 million so'mlik 120 ot kuchli Lowell 1204 traktori. Bu ham xudo xolasa baraka bo'ldi. Bu yerda Lowell 704 kuni kecha, ya'ni 2 kun bo'ldi yetib kelganiga bu akalarimiz olib ketishmoqda xudo xolasa. Hozir mashinalar gaplashib 1204 100% to'lov, 404 100% to'lov, bu 704 har 6 oyda bir to'lov evaziga qilib berdik. Bu yoqda diskaya baranalar, traktorlar barchangizni kutmoqda. Mana g'alla sezoni kirib kelmoqda, kirib keldi ko'pgina viloyatlarda. Mana g'alla kombaynimiz GM100 kombayni sotuvda tayyor. Ikkita jatkasi bor, sholini ham bemalol o'rib beradi. Tez kunlarda buni to'liq video obzorini namoyish qilib beramiz.